tinchlikmi? Oka, qanaqa tushuntirish bilmayapman. Assalomu alaykum. Uzr, gapinglarni bo'lib qo'ydim. Onamni shunday mazar bo'lmayapti. Moshinangizni shunday doktorga ko'rsatib keling. Xo'p, bo'ladi, mana. Rahmat, qo'yishlar. Oka, bitta narsa tushunmayman. Har doim hamma joyda kimgadir yaxshilik qilib yurasiz. Ani kuni ham Qo'shni oshni ham ko'p olib kelib bular shart emas. Bugun ustalar kam chiqdi o'zi. Qo'shni nimadan xijolat bo'lasiz? Qo'shnida haqqi bor deyilgan. Insonni yaxshilik qiladi. Mashina olib qo'ying. Odam xijolat qilyapti. Rahmat, baraka toping. Ukam, ozgina zakotim bor edi. Mashina olganda, lekin hech kimga yetmagan. Nima menga yaxshilik qilyapsiz? Ukam, seni ahvolingni bilaman. Seni haqdor topolmadim. Insonda yaxshilik qoladi. Oka, 2 oydan beri pul bera olmayapman. Mana mashinangiz oldida xijolatdan. Bu nima deganingiz? Bu kalit topib qo'ying. Oilangiz shu bilan tirikchilik qilyapsiz. Buni bersangiz qayerdan pul topasiz? Yana bir oy tashlab beraman. Keyingi oydan berarsiz. qaytadimi, qaytmaydimi, bunisiga qiziqmaysiz, oka? Ukam, mana u o'lgur bugun menda bor. Ertaga kimdadir. Vaqtida yaxshilik qilib qolish kerak-da. Ertaga yaxshilik qilolman deb afsuslangandan yaxshilik qilib afsuslangan yaxshiroq-da. Inson hech qachon yaxshilik bilan yomonlikni unutmaydi. Ukam, o'zi ham pul so'rab kelding shekilli. Qancha kerak o'zi? Yo, menga oka arzimagan 300 ming kerak edi. Bolamga pampers olib kirmoqchi edim. Bo'ldi ukajonim, mana 300 ming emas. Rahmat oka.